Diqqat, O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. 19 va 20 mart kunlari, ya'ni Hayit bayrami kunlarida O'zbekistonning qaysi tumanlarida yomg'ir yog'ib va suvlar to'planib, sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin bo'lgan viloyatlar ro'yxati e'lon qilindi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. 19 mart kuni Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-10 daraja iliq, kunduz kunlari 14-16 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarga yomg'ir yog'ib, qorga aylanadi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Sel-suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelish xavfi bor. Havo harorati kechasi 0-5 daraja iliq, kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.